Kloze Messi uning jahon chempionatlaridagi rekordini takrorlaganiga munosabat bildirdi. Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Miroslav Kloze Argentina terma jamoasi yetakchisi Lionel Messi jahon chempionatlaridagi gollar soni bo'yicha uning rekordini takrorlagani haqida fikr bildirdi. Ma'lumki, Messi jahon chempionati 2026 guruh bosqichining birinchi turi Jazoirga qarshi bahsda 3-0 hat-trik qayd etdi. Shu tariqa argentinalik yulduzning mundialdagi gollari soni 16 ga yetdi va bu ko'rsatkich bo'yicha Klozega tenglashdi. Messining meni gollar soni bo'yicha quvib yetganidan hech qanday e'tirozim yo'q. Rekordlar yangilanishi uchun yaratiladi. Agar buni Messi uddalasa, men bundan xursand bo'laman. Men doimo Messining katta muxlisi bo'lganman. U haqiqiy daho, dedi Kloze. Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to'plarlar ro'yxatida keyingi o'rinlarda braziliyalik afsonaviy hujumchi Ronaldo Nazario 15 ta gol, germaniyalik Gerd Muller va Fransiya terma jamoasining amaldagi hujumchisi Kylian Mbappe joy olgan. Muller va Mbappe hisobida 14 tadan gol mavjud. Siz nima deb o'ylaysiz? Messining rekordini kim yangilay oladi? Mbappemi yoki Cristiano Ronaldo? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Jahon chempionati 2026 ishtirokchilari orasidagi eng qimmat markaziy himoyachilar top 5ligidan o'rin oldi. Transfermarkt platformasi ma'lumotlariga ko'ra, Manchester City sharafini himoya qilayotgan hamyurtimiz 22 yoshli futbolchining bozor qiymati 62 da 2 million yevro deb baholanmoqda. Reytingda birinchi o'rinni Kataloniyaning Barselona klubi himoyachisi Pau Cubarsí egallab turibdi. Ikkinchi o'rinni esa Arsenal himoyachisi William Saliba egallab turibdi. Jahon chempionatidagi eng qimmat markaziy himoyachilar reytingi: Pau Cubarsí Barselona 118 million, William Saliba Arsenal 90,5 million, Mark Gehi Manchester City 84,6 million yevro, William Pacho Paris Saint-Germain 69,5 million yevro, hamyurtimiz Abduqodir Husanov 62 da 2 million yevro Manchester City, Luka Vuskovic Xorvatiya Tottenham a'zosi 59 da 8 million yevro, Gabriel Arsenal himoyachisi 56 da 8 million yevro, Dayot Upamecano Myunxenning Bavariya klubi himoyachisi 56 da 1 million yevro egallab turibdi. Erik Garcia 55 million yevro bilan kuchli o'nlikni yakunlab turibdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatining final bosqichiga yo'llanma oldi. Fabio Cannavaro shogirdlari jahon chempionati 2026 guruhida Kolumbiya bilan birinchi tur doirasida o'yin o'tkazdi va 1-3 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Keyingi o'yinlar esa Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan birga bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Portugaliya va Kongoga qarshi biz 1 ochko yoki 3 ochko ishlay olamizmi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Superkompyuter O'zbekiston terma jamoasining guruhdan chiqish imkoniyatini baholadi. Opta statistik portali AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida o'tayotgan jahon chempionatining birinchi turidan so'ng favoritlar reytingini yangiladi. Unga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasining turnirda g'olib chiqish imkoniyati 0.02% deb baholangan. Cannavaro shogirdlari dastlabki turda Kolumbiyaga mag'lub bo'lganidan so'ng Superkompyuter O'zbekistonning jahon chempionatida imkoniyatlarini quyidagicha baholadi. Guruhda birinchi o'rinni egallash uchun 1.07%, play-offga yo'l olish uchun 20.65%, nimchorak final 4.44%, chorak final 1.22%, yarim final 0.35%, final 0.06%, chempionlik 0.02%. Opta superkompyuterli talqiniga ko'ra 2026 yilgi mundialning asosiy favoritlari Fransiya terma jamoasi. Chempionlik ehtimol 15.73%. Ikkinchi pog'onada Angliya 12.33% joy olgan bo'lsa, kuchli uchlikni amaldagi jahon chempioni Argentina egalladi.
12da 28%. Asosiy da'vogarlardan biri hisoblangan Ispaniya 12da 0.8% ko'rsatkich bilan 4-o'rinni egalladi. Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya Kongo bilan durang oqibatida ularning chempionlik imkoniyati 6da 70% dan 5da 94% ga tushib ketdi va jamoa 6-o'rindan joy oldi. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, Portugaliya va Ispaniya birinchi turda o'zida kutilgan natijani qayd eta olmagani uchun ularning imkoniyatlari pasaytirilgan. Biroq keyingi turlardagi g'alabalar bu foizlarni yana o'zgartirishi mumkin. Osiyo qit'asi jamoalarining imkoniyatlari. Mundialning birinchi turidan so'ng OFK mintaqasida ishtirok etayotgan jamoalar orasida eng yaxshi imkoniyat Yaponiyada qayd etilgan. Yaponiya 1da 21%, Janubiy Koreya 0da 61%, Eron 0da 16%, Qatar 0da 0.5%, Saudiya Arabistoni 0da 0.5%, Iroq 0da 0.2%, O'zbekiston 0da 0.2%, Iordaniya 0da 0.0%. Ma'lumot o'rnida Jahon chempionati 2026-yil chempionat 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida bo'lib o'tadi. Siz qanday fikrlasiz? O'zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqib, keyingi bosqichlarda ham munosib o'yin namoyish eta oladimi? Shuningdek, Osiyo qit'asidan qaysi terma jamoalar uzoqqa bora oladi? Jahon chempionatida qaysi terma jamoa g'alaba qozonadi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlash uchun bir dona like tugmasini bosishni unutmang.